Ammo nazarda Roshidon, Firdavs bog'ida nishon, o'ynab oqar obi ravon, sahni guli gulzor ekan. Hurmatli obunachilar, hurmatli rishdonlar, shu she'rni asl egasini nomiga kelganmiz. O'zlaridan shunaqa she'rlarni eshitib, sizlar uchun bitta abzor qilib ko'rsatamiz. Hoji bobo bormilar? Assalomu alaykum. Akajon, charchamayapsizmi? Bezda qo'ymadim aka, rahmat aka. Jimisiz? Shu aka bir rishdonlilarga bir aliga hoji bobomni bir o'sha mashhur gaplari bor-ku, o'shalarni bir rishdonlarga bir abzor qilgani, rishdon abzor jamoasi yetib keldik. Ruxsat bersangiz, qani hoji bobomni o'zlari ko'rinishmaydi. Chetdalar yo mehnatda bo'lishadi, yo kitobxonada bo'lishadi. Aka, yuring. Aka, bu insonlar tarixiy insonlarda o'shaga bir rishdonliklar ham, haligi bir rishdon abzor faqat reklamalar qo'ymasdan shunaqa tarixiy insonlarni ham chiqaraylik dedik. Mana o'zlari. Assalomu alaykum. Hozirda charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Mana childirmasini cholib bahor kelib qolib, harakat, mana bananlar qarang. Ekil banan, madaniy banan, yovvoyi banan. Mana butun meva qildi-yu, to'xtab qoldi, qish kelib qolib. Ana endi bu yil bahorda vaqtli meva qilsa, meva bo'ladi. Xudo xolasa mana Alloh aytdilarki, sendan harakat, mendan barakat. Mana qo'ni-qo'shnilar bilan birga tanovul qilamiz deb, mana nimalar, ko'katlar, Hamma narsalarni ekib qo'yibsiz. hamma narsa ekib qo'yibmiz. Mana hozir bodring, pomidor shu harakat. Mana qizlarimiz hasharga kelishib, hoji bobomda nimalarni olib beraylik deb. Endi bu Roshidon shunday joyki 3000 yillik tarixga ega. 3000 yil kitobda ko'rsataman. Shu qandagi bilan, chinnisi, sopoqli bilan, dekorativlari bilan dong'i ketgan. Ana endi dehqonchilikda ham shu birinchi o'rinlarda turadi. Bütün mahsulotlarni o'zingizdan chiqsa, xo'jalikka yordam. Hoji bobo rishdonga rasa haligi nima desa bo'ladi, eski zamonda to'ylarida rasa xizmatlar qilgansiz-ku. Xudo xolasa. O'shanaqa narsalarni bir rishdonlar gapirib bersangiz, bir o'sha rishdonni eski tarixi to'ylari ham rishdonliklarga qiziq. Bu yoshligimdan men adabiyotga qiziqqanman. Shu adabiyotga qiziqishdan to'ylarga, boshqaruvga, chiqandonlikka olib ketishardi. O she'rlar bilan to'ylarni bir chiroyli qilib, o'sha tarixiy nimalarni aytib berib, mana shunaqa to'ylarni jobajo qilib o'tkazganman. Endi u paytlar juda katta bo'lardi, to'ylar, ko'pchilik yig'ilardi. Katta bo'lardi, yig'inlar katta bo'lardi. Elektr bo'lmasa ham haligi eski bubakalarda salarkaga pishib turib mash'al. Shu mash'alni atrofida ham talinka ashula, katta ashulalar, qadimiy ashulalar, bog'arom, arilmasin, yoristab, mana shularda aytilardi. Fig'onkim. Shu nimalarda men shu davralarda men diktillik qilmagan O'zbekistonda artist qolmadi. To'ppa-to'g'ri eshitganmiz. Sherali Jo'rayev, Kamoliddin Rahimov, Tavakkal Qodirov, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon akalarni ko'zim bilan ko'rganman. Ana shular demak mana kechagidek esimda turibdi. Demak to'ylarimiz juda ham bir qizg'in o'tardi. Domlajon, o'sha paytlarda siz o'sha to'ylarda diktorlik qilib yurgan paytlaringizda san'atkorlar kimlar bo'lgan o'sha sizni davringizdagi to'ylarni olib boradigan rishdonni to'ylarini? Mana shu ko'zga ko'ringanlardan mana Oxunjon Madaliyev bilan har kun birga. Qilichbek bilan doim birga biz. O'zimizni Valijon mana Qodirov, nima Sanginov, qator hofizlar bilan birga shu to'ylarda qizitib barakotini hosil qilganman. Men shu Erkin Vohidovning she'rlariga ko'proq ishqibozda. Erkin Vohidovda bir joyi bor. Qizlar sho'rligi Erkin Vohidovda emas. Men Erkin Vohidovga qiziqib ketib, shu she'rni ham Erkin Vohidovga bog'lab ketibman. Oxunjonni ukasi uylana turadi. Davra katta. Kim qizlar sho'rlik o'smanim, yaprog'ini uzdilar. Bu ham yetmay aptovga so'ldirgali qo'ydilar
Öldürgeni koydular. Erkin Vahid'im degan diyordum. Bir çıraklı kız çakırıp aldı domla belki. Bu benim şerim. Yürüyüp gelip nimadan mikrofonda açtabit. To'xtatirsin. Hakikaten men Erkin Vahidimni boribman. Albatta Erkin Vahidimga qiziqqanimdan. Bu Maqsuda Ergashev she'ri. Otalar Maqsudaxonni she'ri. To'yda aytgansiz. Men qaytadan nima qilib bu Erkin Vahidov emas, Maqsuda Ergashev she'ri. Erkin aka oddiy narsadan ham she'r. Choyda shoma chiqqa tursa ham onajonim kutadi mehmon. Uch burib yozar dasturxon. Kaptallarim kukurlasa ham, sayrasa ham tongda zag'izg'on. Onajonim kutadi mehmon. Ona deyman qizil chiqardim. Yo'l ketguncha emish bepoyon. Bolaginam tushingda xush ko'rdim. Uyimizga keladi mehmon. Ana Erkin Vahidovdan ko'p o'qib beraman. Domlajon, sizda o'sha mashhur kutubxonangiz bor ekan. O'sha kutubxonangizni ham birgalikda bir kirib ko'rsating endi domlajon. Unga to'sh deb o'tirsa birov bermaydi. O'shanga akademik shoir G'ofur G'ulom aytyaptiki, taqdirin qo'l bilan yaratir odam. G'oyibdan keladi degan bir afsona. Mana karchkani ekyapmiz, hosildan olamiz. Chiznovlarda ekdik, hosildan olamiz. Har kim ekkanini o'radi. O'shaning uchun harakatdan barakat, harakat qilish kerak. Mana mevalarni ekib qo'ydik. Mana giloslar, nimalar. Rishton o'rigi bilan ham mashhur. Mana Faxriddin Shamsiddinov Yaponiyaga borganda bir paketda o'riga boribdilar. Yaponiyani boshlig'i o'sha vaqtda Tanaka edi. Qabuliga kirganlarida Stalinkalarga Rishtonni qandagini qo'yibdilar. Haligilar yeb ko'rib hayron bo'libdilar. Bu qantanamchirin o. O'sha yerda bitta tosh turgan ekan, taq etib danagini chaqib mag'zini berishsa, Yaponlar suyunib o'lib qolay debdi. Bu toshni ichida ham mag'iz bor ekan. O'sha yerda turib keyin Rishtonga borib, Ergash ota Sanginovga iltimos qilib, danaga ektiraman. O'rik ko'chat, yong'oq ko'chat hosil qilaman. Keyin dadamni chaqirib oldilar, bordik. 5 gektar o'rikni daragi, 1 gektar yong'oqni mag'zini ekib berdilar. Farg'ona oblasti emas, Mirzacho'llarigacha ko'chatni olib ketishdi. Hurmatli Rishtonlilar, o'sha mashhur she'rini o'z egalaridan bitta eshitaylik. Domlajon, Rishtonlilarga o'sha mashhur she'ringizni bitta aytib bering. O'sha Roshidonni mashhur qilgan she'r Mavlono Muqimiyning she'ri. Mavlono Muqimiy Qo'qondan Shohimardongacha sayohatga chiqqanlarida Rishtonga kelsalar, ariqlarda suvlar sharaqlab turibdi. Daraxtlar bir-biriga birikib, tangada abdov yo'q. Ammo nazarda Roshidon, Firdavs bog'idan nishon, o'yna boqar obi ravon, sahni guli gulzor ekan. Ming boshli Shokir noyib, Shahidida chun xotami toyib. Bo'lsang uyga mehmon agar, jonidan ham nizor ekan. Muqimiy hech joyda maqtamagan. Faqat butun she'riyatida Rishtonni maqtagan. Oltariq qursin shul mahal. Oltariq qursin ushal. She'rlarda qoldim bir mahal. Yomg'irda ivib bo'ldim shal. To'nshiltayi ezor ekan. O'tarmaga qildim yurish. Yo'ldosh edi bir chuturish. Yetdik jadal vaqti biz. Birdam qizil bozor ekan. Undan o'tdim yakatut. Battoli düzdü badbirut. Bir tanga sotgay bir qurut. Bir zog'li ayyor ekan. Oxirdan o'tdim boylarim. O'g'li mo'ra joylarim. Mehmonsiz o'tgay oylari kelsa birov nochor ekan. Undan o'tdim mayus bordim zohidan. Bir ko'cha ketguncha do'kon.
Yigitlari ichmay piyon, mas otasi bezor ekan. Rahmat hoji buva. Endi bir kutubxonangizni ham ko'rsatasiz. Kutubxonani ko'ramiz. Yuring. Hoji buva shu Noskar mahallasi shunaqa katta muzey borligini bilmasdim. Ana. Rishtonimizda ham shunaqa katta kutubxonalar bor ekanda sizda. Bor. Bu kutubxonamiz anchadan beri, yaqin 50-60 yildan beri bor. Chunki dadamiz Ergashotda Sanginov juda kitobni ishqibozi bo'lganlar. Kitobsevarlar jamiyatini a'zosi bo'lganlar. O'sha kitoblarni olib kelib mana 1984-yilda o'tganlardan keyin men yana rivojlantirib, o'g'illar bilan maslahat qilib, kattaroq qilib quraylik. Katta kutubxona qilaylik. Hozir 12 mingdan ortiq kitob. 12 mingdan ortiq kitob. Dadamiz o'sha kulolchilik zavodini hech nimasiz joyda tashkil qildilar. O'sha kulolchilik zavodini mana xumlar, Ularni saqlab qolibsiz-da, hoji saqlab buva. qoldik. Xumlar, ko'zalar, vazalar, mana mantiqozonlar 300-400 yillik tarixga ega. Bular eski Tuladan, Rossiyani Tula degan shahridan kelgan. Kimni uyidan zinger mashinasi bo'lsa, butun qizlarni chevarchilikka o'rgatgan. O'sha paytlarda. O'sha paytlarda mana hoji buvalar maktafonlarda olib kelishdi. Qadimgi plastinkalarni qo'yib eshitaylik deb. Mana Rishtonda Usta Abdullo dedi. Bu odam dunyoga tanilgan. Birinchi Usta Abdullohning chinilari. Hammasini pechati bor mana. Usta Abdullo imzolarini qo'yganlar. Mana bu Rossiyaning birinchi chinilaridan. Mana bu ham Usta Abdullo. Usta Abdullohning damtovoqlari. Usta Abdullohning jonon kasalari. Jonon kasa. Hoji buva, bu muzeyingizni juda chiroyli qilib qo'yibsiz. Endi bu yerdagi bir narsalarni, bir ma'nolarini ham bitta aytib bering, hoji buva. Ma'nolarni ham aytamiz. Men hozirgina aytdim, kutubxonamizda kitob 12 mingdan ortiq. Shu 12 mingta bo'lim bor. Mana shu bo'limlardan biri Bobiriylar avlodining kenja qizi Avrangzeb Olamgirning qizi Zebiniso. Zebiniso Hindistonda podshoni qizi. Mening yorim ham kitob. Borim ham kitob. Hatto jannatim ham kitobdir. Jannatim ham kitobdir. Kitobni shunaqa urg'u beradi Zebiniso. Kutubxonamizni viloyat hokimi Xayrullaxon Bozorov o'zlari kelib ochib berdilar. Xayrullaxon lentalarni qirqib kutubxonamizni ochib berdilar. Mana Xayrullo Bozorov. Ana shu yerda yana bitta rasm bor demakda. Almashtirib qo'yibchilar. Mana Xayrullo Bozorov, bu mana Subhonjon Soliyev. Bular kelib tabriklab, mana yangi yil arafasida ham juda zo'r tabriklab nimalarda yubordilar. Hoji buva, endi shu Rishtonga shuncha yildan beri qilgan mehnatlaringizni naqasida bu? Mana endi Xayrullo Bozorovga hojona chorsi belayaptilar. Mana xursand bo'lib. Endi mana bo'limlar dedik, jahon adabiyoti. Bu jahon adabiyoti xalqimiz bilish kerak. Mana bu Angliya, Fransiya, Germaniya, Amerika shu yerda yashab ijod etgan yozuvchilarning kitoblari. Mana yon qo'shni Qirg'iziston Chingiz Aytmatov, Agata Kristi, Deni Kanel va qator ustozlarning kitoblari. Mana O'zbek Sovet ensiklopediyasi deb bu Sovetniki ekan deb ko'pini yirtib olishdi. Men yirtmadim. Sovet deganni o'chirib qo'ydim, O'zbek ensiklopediyasi. 14 tom hammasi bor. O'zbek tilining imloviy lug'atlari, dunyoda nima musulmoncha ism bo'lsa ma'nolari, Ibn Sinoning kitoblari, bu tarixiy kitoblar. Mana endi
Tacik edebiyatı. Adam pustu Hıdır diğer mekanat. Tacikler bana şu kıptı kitabını Andeşe ha ve fikir ha çıkardılar. Ve bana rücu be Kur'an katar ben Hafız-ı Şirazi, Satım Rızade, Mir Mir Şeker, Türsünzade, Mirza Türsünzade. Katar kitapları saklanıp koyan. Şimdi bana Rus edebiyatı. Rus edebiyatı degende bir Rusçel melermez. Bana Kokan Hanlığı tarihi. Katarlık arxiva Kakançı Xarnov Divetnerçe Vekam. Buhara Hanlığı, Harazm Hanlığı, bütün hanlıklar hakkında kitaplar çıkan. Şimdi bu pülge hem toplanmayacak kitaplar. Akademik Bartot'un kitapları. Bartot. Vladimir Vladimirovich Bartot. Öyle. Muhtemelen endi qarang O'zbek edebiyatı. Mana ming bir hikmatlar, shohnomalar. Mana bu mana Şarafüddin Ali Yazdi'ni Amir Temur bilan birga yurib yozgan kitobi. Zafarnomayi Şarafüddin Ali Yazdi. Mana Mirza Bobur Andijonda tug'ilib zamonani Zeyli bilan Hindistonga borib avlodlari 400 yil Hindistonda podshohlik qildilar. Bobur. Mana bu qator akademiklarni o'zlari kelib dadamga kitoblarni berib ketdilar. Pugachenko 3 marta keldi. Bu Xalchayon, Surxondaryoda Xalchayon degan joyda kitobi. Bu kitoblarda ko'pi Moskvada nashr qilinib olib kelingan, Angliyaga chiqib ketib bo'lgan ekan. Dastur al-Kitobi fi Ta'im al-Maratib degan kitoblar Moskvada. Beruniyning kitoblari. Hoji bova, bu juda eski kitoblardan ekan. Bu eski kitoblardan mana bizning rishtonimizda juda doğruluğu olamga ketkizgan Burhoniddin sohibi hidoyani hidoya kitobları. Bunu Akmal Saidov hukuk fanları doktoru tercüme qildilar. Hidoya odamlarni to'g'rilikka, to'g'ri so'zlikka, hayotga to'g'ri ko'z bilan qarashga o'rgatadigan kitob Al-Hidoya. Ben 2017-yil Makka Mukarramada bo'lganimizda 10,000 odam sig'adigan gastinica Al-Hidoya. 10 qator mo'jiza sig'adigan yo'l Al-Hidoya. Bitta shu odamning kitoblari sharafiga Al-Hidoya kitobi. Endi juda bu eski kitoblardan ham saqlab qo'ygan ekansizda hoji bova. Yaqinda 1000 yillik bo'ladi. 1000 yil. Endi osmondan 4 kitap çıkan. İncil İsa Aleyhisselam'a, Tevrat Musa Aleyhisselam'a, Zabur Davud Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e. Dedemde üstadları Hindistanlık bo'lgan Ahmadjon sahib. 100 ta kitoblarda dedemge ihson qilishgan. Tibbiyot, tarix, bütün mana qadimiy asarlar. Juda eskilari ham qolgan ekan. Eskiler, Muqimini eserleri, Furqat, nimalar. Mana endi nimani Peygamberimizni ham hozir mana Mirzayevni qo'riqchilari bor. Putinni ham qo'riqchilari bor. Peygamberimizni ham qo'riqchilari bo'lgan. 10 jannatiy sahoba. Haligilar o'lmay turib, sizlar jannatiy dedilar. Ana 10 jannatiy. Mana o kitoblar hammasi bebaho. Bu savdoda yo'q endi. To'lon zamin, tiklab qo'ying. To'lon zamin aziz avliyolari, ulamolari tashkilot. Mana Hoji Abdulla Ansoriy, Hoji Murodbaxsh, Hoji Ishqi bizning rayonimizda 7 hoji bor. Hoji Ilg'or,
Hoca Rüşnoyi, Abdullah Ansari, Hoca Hubbi, Hoca İşki, Hoca Hızır. Dedemler bana yerge senginip bana naçanlı kupu dedehan Şakir'im, Şakir'im hoca oğulları. Şimdi hocayım, Abdülhakim oğlum babayım. Bu nima Alixon aka, Boyjon Saidbek bilar. Ana. Ko'rsatib qo'yaylik. Ana, aytolmayman. Farg'ona farzandi degan kitobda beryapman. Ana, bu kitoblar ko'pi mana ehson qilingan. Tohir Malikda hamma kitoblari bor. Nima kitoblar bor? Badiiy kitoblar. Mana endi mana 2017-yilda Qur'oni Karimni olib keldim. Qur'oni Karim bir necha xillari bor. Mana Qur'oni Karim. Ana Allah Qur'oni Karim. Ana. Maytda mana Ruslar Qur'onni o'rganaman desa najik tabiiy. Bilagaratni Qur'on. Hoji boy kelib turib ana o'zimizni Rishtoniylar kelib o'qish imkoniyatlari bor, ha? Ha. İngilizler Kur'an'da okumansa var. Neşteleri kelip ürganyaptilar, okuyaptilar. Mana kudamız Bahram G'afurov Qodirov 7 institutga rektor bo'lganlar. Ana bitta Nurali Qobilni o'zi 18 ta kitob yozgan Amir Temur haqida. Şu 18 ta kitob hammasi bor. Buni mana jadidlar, nimalar, Abdulla Alvoniy, İsmail Nosir, qator jadidlar. Mana Abdul Alvaniylar. Mana bu Alixon To'lasog'uniy o'zbeklardan chiqqan birinchi marshal. Mana bu Qur'onda tarjimasi. Bu mana bolalar. Şu onalarimiz eski paxtalardan ip yigirib charx Xumg'onlar 11-chiroq, 40-chiroq, toshpanor, nimalar. Mana qarang mana. Hunarni asabon netkimdir oxir. Olib ko'rimgami? Ketkimdir oxir Navoiy. Hunarni o'rgating. Shogirdlar yarating. Bu murch maydalaydi. Murch. Sizda shunaqa qadimiy naqalar bor, ha, hoji boy? Ana. Bu podsholarning qizlari ko'ziga nima qo'yadi? Surma qo'ymay, muncha ham jonon qaroqdir ko'zlaring. Ahoy. Mana buni qarang. Mana ilgari bolalar sunnat qilinganda o'sha chiroq yoqilardi. Mana buni qadimiy mana ko'zalar. Ko'za, mana nimalar. Kim astacha deydi. Dedushkinim adım sadım. Нужно оставаться перед салатом бабушкиным. Bunda iğne bo'ladi, angishvona bo'ladi, iplar bo'ladi. Qizlar hunar o'rganadi. Ana bularda endi ko'pi ana buni qarang. Bularda ko'pi dadamning yubileylarida 70 yilliklarida Tojikistonlik, Rishtonlik esir xalq artisti Muhammadjon Qosimov ve Aka Ergash Baroy Yodovariy bütün O'zbekistonning kulollari avlodlari shetdan tarqalib bo'lgan. Mana qo'shni Jalolobod deysizmi, Surxondaryo deysizmi, qator rayonlarda ustalarimiz borib shogird yetishtirib ana shu ishlaganlar. Mana shulardan bittasi Usta Abdulloh. Usta Abdulloh shunday hunarmand bo'lganki, şu yasagan idishlari, naqshlari, qoshinlari dunyo tan bergan. Mana Rempel degan odam arxitekturniy ornamenti O'zbekistonda arxitektorik ornamentlari qo'qonda arki Xudoyorxonda arkini qurish kerak. Endi Xudoyorxon Boburgistondan Usta Abdullohni olib kelinglar dedi. Boradi. Keyin yomon gapiradi, sen sod deydi, rishtonlik tajik deydi.
Meni arkimda qurasan dedi. Qurmayman dedi. Yo'q, xonga qarab qurmayman. Nimaga? Seni suving, tuprog'ing, oloving menga to'g'ri kelmaydi. Havoing. Keyin oborib xumdonni gumdon qiynar dedi. Qaytarib olib kelib xumdonga qamashadi. U ketaturib shogirdlarga tayinlangan ekan. Xumdon shundayki 4 ta tutun chiqadigan bor. Ki o'rtada otashdan bor. Shu otashdandan issiqlik chiqib, idishni pishiradi. Usta Abdulla tayinlab ketdilar, bir kigizni ho'llab panaga qo'yib qo'yinglar. Loydan qaniqi lappak yasab, otashdanni bekitaman. Keyin kelib, xumdonga qamagandan keyin darrov haliga katta loydan qilingan lappakni otashdanga qo'ydilar, ustiga ho'l kigizni qo'ydilar, o'tirib oldilar. 2 soat o't qalashdi. Och xumdonni kuyib ketgandir deb ochsa, Usta Abdulla o'tiribdilar kulib. Bu Xudo nazar qilgan ekan. Mayli, Rishtondan toshib Xudoyxonda arkini quramiz deb, mana Xudoyxonda arkini quradilar. O'rdani. Rishtonli oldinda qala. Rishtini ham, qoshinini ham toshib borib, ilohim mashhur ustalar. Xudo mana ularda narigi dunyoda ajrini bergan bo'lsa kerak. Allohim Usta Abdullohning shogirdlari, Usta Mazohir, Uzoqboy Shermatovlar, bular men ko'zim bilan ko'rganman. Mana shu shogirdlari yillar davomida ustaning ishini davom ettirdilar. Mana shu ustalar bor bo'lsin, mehnatsevarlari yor bo'lsin. Rahmat domlajon. Hoji buva kutubxonangizni ko'rsatdingiz, juda chiroyli, juda katta kutubxona. Shu Rishtonda bunaqa kutubxonalar borligini o'zim ham bilmasdim. Ana, rahmat. Endi bir Hoji buva Rishtonliklarga bir o'sha Rishtonni, eski Rishtonni tarixi haqida bir gapirib bering. Men hali so'zimni boshida aytdim, Rishton bu juda qadimgi joy. Bu juda katta olimlar, juda katta jurnalistlar, juda katta har xizmatiga yaraydigan insonlar chiqqan. Mana hozirgina aytdim, SSR xalq artisti Muhammadjon Qosimov Rishtonda tug'ilgan. Stalinning rolda o'ynab, ham Stalin mukofoti laureati, ham SSR xalq artisti bo'lgan. Mana Lutfixonim Samsoqova Rishtondan 3 ta giroy. Seyitbay qahramoni. Mamadjon Topoldiyev, To'xtasin Amedov, Amirali Seyitbek bilan qator ajoyib insonlar Rishtondan chiqqan. Endi bitta gapni aytib ketay, katta arava qayerdan yursa, kishnasi ham shunda yuradi. O'g'illarim ham kitobga ishg'ol bo'lib, yaqinda mana Abdurashid turist bilan borib, o'zbek xalqining kelib chiqishi tarixi, mana Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, 4 choryorlar haqida. Kutubxonamiz tobora boyiyapti. Hamma olib kelyapti. Bu odamlar mana Namangandan, ertan betdan Bag'dodda bir uyni buzishsa, devorda ichidan tafsiri Husayni chiqdi. Demak, xalq ishg'ol bo'lib, qadimgi yodgorliklarimizni tiklaylar deb. Mana siz masalan, Muslimjon, mana Komiljon, shu Roshidon tarixini yoshlarimiz bilsin. Yoshlar. Bilimga ega bo'lsin. Shuni yoritaylik deb jon fidolik qilib, shunchalik harakatlaringga Xudo barakot bersin. Rahmat domla. Tanlaring sog' bo'lsin. Allohim bu ishni hamma ham qila olmaydi. Bu shunday mana qadimgi kutubxonalar, nimalar, Rishtonni kelib chiqish tarixi bularda hamma ham yoritmaydi. Payg'ambarimizning amakivachilari Abu Muslimiy Maliki Qutayba kelganda Rishton suvga qiynalayotgan ekan. Beshqo'r degan joyimiz bor. Shundan Sorqo'rg'ongacha hafta hashar qilib kanal qaziganlar. Rishtonni suvga serob qilganlar. Bundan boshqa mana Shokir Mevashi hali aytdik. Mana shular hammasi Rishtonni kelajakda kuchli joylardan biri ekanligini namoyon etadi. Sizlarga Alloh omad bersin. Bu oson emas. Oson emas bu maydonni ishlatilmoq. Nizomiy panjasiga panja urmoq, yo'qdan bor qilib yaratib,
Buni xalqqa yetkazishda sizlarga Xudo yor bo'lsin. Tanlaring sog' bo'lsin. Balolardan saqlasin, yomon ko'zdan, yomon so'zdan saqlasin. Alloh omadlarini bersin. Bu faqatgina Rishton emas, bu chet ellarga ham chiqadi. Chunki vatandoshlarimiz sizlarni olgan mana filmlaringda, videolaringda, kliplaringda tomosha qilib, yana ham roshdonlik ekanligidan boshi osmonga yetadi. Ilohim dunyo turguncha turinglar. Rahmat domlajon, siz ham ilohim baxtimizga sog' bo'ling.